Men Nurmatov Akramjon, UBS universitetida ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor lavozimida faoliyat yuritib kelmoqdaman. UBS universitetida ilk faoliyatim o'qituvchilikdan boshlandi. Faoliyatim davomida kafedra mudiri, fakultet dekani lavozimlarida ishladim. Universitetga kelganimdan buyon universitetda juda ko'plab natijalarni, marralarni egalladim desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi universitetga kelganimdan so'ng ilmiy ishlarim bo'yicha ilk o'quv qo'llanmamni chiqarishga muvaffaq bo'ldim va ilmiy sohadagi erishgan natijalarim boisidan 2024-yilda Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan 2024-yildagi erishgan ilmiy pedagogik faoliyatim natijasida Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan dotsentlik ilmiy unvonini olishga muvaffaq bo'ldim. Bu ham bo'lsa UBSda erishgan shaxsiy karyeramni, ya'ni ilmiy faoliyatimdagi ilmiy unvonimni oshib borishiga ma'lum ma'noda asos bo'lib xizmat qildi. Universitetga kelganimdan buyon juda ko'plab universitetdagi yangiliklarni, natijalarni ko'rib, albatta har bir inson, har bir professor, o'qituvchi quvonadi desak adashmagan bo'lamiz. Universitetda hozirgi kunda 500 ga yaqin professor, o'qituvchilar faoliyat yuritib kelmoqda. Bu universitetdagi har bir o'qituvchi, professor, o'qituvchilar, ilmiy salohiyatga ega bo'lgan har bir ilm ahli o'ziga yaratilayotgan, universitetda yaratilayotgan shart-sharoitlardan va bu shart-sharoitlar natijasida uning erishgan yutuqlari o'tgan davr mobaynida universitetda juda ko'plab natijalarga erishildi. Jumladan ilmiy sohada universitetdagi ilmiy salohiyatning o'sib borishi, kadrlarning universitetdagi yaratilgan shart-sharoitlarga labbay deb munosabat bildirishlari va bundan tashqari universitetning ilmiy salohiyatini oshirishda respublikamizdagi o'z o'rnini egallashi uchun o'tgan yillar davomida universitetdagi yaratib berilgan shart-sharoitlar professor o'qituvchilarni ilmiy sohada ham o'z yutuqlariga erishishlariga sabab bo'ldi. Bu natijalardan respublikamizda aynan ilmiy darajali o'qituvchilar, tadqiqotchilar, magistrlar yoki ilmiy sohadagi faoliyat yuritayotgan har bir professor o'qituvchining o'z ilmiy maqolalarini e'lon qilib borishi, darsliklar, o'quv qo'llanmalari, monografiyalarni chop etilishi albatta tahsinga sazovor. Ilmiy faoliyat davomida yuqorida aytib o'tilganidek, ilmiy nashrlarning UBS tomonidan, ya'ni UBS universiteti tomonidan nashr etilishi universitetning respublikamizdagi o'z o'rnini topishida, xalqaro ilmiy bazalarda, xalqaro qidiruv bazalarida o'z o'rnini topishida muhim ahamiyat kasb etadi. Universitetdagi ilmiy faoliyat natijasida chiqarilgan har bir ilmiy maqolalar, darsliklar, o'quv qo'llanmalari, monografiyalarning natijasida universitetdagi ilmiy salohiyat o'sib bordi. Buning natijasida universitetdagi ilmiy salohiyat salkam 40% dan oshdi. O'tgan yilda universitetimiz tomonidan 5 ta konferensiya o'tkazilgan bo'lib, bulardan 3 tasi xalqaro, 2 tasi respublika miqyosida edi. Bu yilda ham universitetimiz tomonidan har bir kafedrada bittadan konferensiya rejalashtirilgan bo'lib, ularning 7 tasi xalqaro konferensiyalar va bittasi respublika konferensiyalari bo'ldi. Bu yildagi rejalarimiz juda ham maqsadlarimiz juda ham oliy. Sababi ilmiy salohiyatni o'sib borishi ertangi universitetning respublikamizda va xalqaro reytingdagi maqomini va darajasini belgilaydi. Va bu kelgusida universitet talabasi bo'lmoqchi bo'lgan yoshlarimizni va bu yerda ilm olmoqchi bo'lgan va faoliyat yuritmoqchi bo'lgan kadrlarni albatta qiziqishini ortishiga sabab bo'ladi. Universitetda ilmiy faoliyatni rivojlantirish maqsadida UBS ilmiy axborotnomasi tashkil etilgan bo'lib, bu ilmiy axborotnoma universitet professor o'qituvchilarining ilmiy maqolalarini nashr etishga yordam beradi. Bundan tashqari UBS oliygohidagi har bir talabani ilmiy faollikka chorlash uchun ularni ertangi kunda faqatgina bakalavriat yoki magistratura bosqichida o'qish bilan bir paytda o'zida keyinchalik professor o'qituvchi darajasiga ko'tarilishiga ma'lum ma'noda asos bo'lishi uchun UBS yoshlar universitetimizda tashkil etilgan UBS ilmiy axborotnomasi o'tgan yilda 4 ta soni nashr etilgan bo'lib, bunda 200 ga yaqin ilmiy maqolalar chop etildi. 2024-yil mobaynida universitetimiz professor o'qituvchilari tomonidan 10 ta darslik, 15 ta o'quv qo'llanma, 10 ga yaqin monografiyalar chop etildi. Universitetimizda 2024-yil mobaynida professor o'qituvchilar tomonidan 10 ga yaqin darslik, 15 ta o'quv qo'llanma, 10 ga yaqin monografiyalarni chop etildi. Bu ham bo'lsa universitetdagi ilmiy salohiyatni va ularning natijadorligini oshib borayotganligiga yaqqol misol bo'la oladi. Yangi o'quv yilida universitetimiz ilmiy salohiyatni oshib borishda o'z oldiga
yuksak marralarni, yuksak maqsadlarni qo'ygan. Bu maqsadlarimizdan biri ilmiy salohiyatli kadrlarni universitetimizga jalb etish. Universitetda faoliyat yuritayotgan yosh ilmiy tadqiqotchi olimlarimizni kelgusida PhD, Doctor of Science yoki professor ilmiy unvonlarini olishlarida